Assalomu alaykum, Sarmas obunachilari. Mana sizlar bugun biz 2-3 yildan beri ishlab kelayotgan programma orqali, ya'ni sarmoyasiz pul topishni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir mana Ptitsavod, ya'ni siz Play Marketda mana shuni yozsangiz, shunday nima kelib chiqadi, programma kelib chiqadi. Buni yuklab olganingizdan keyin ichiga bitta bosasizda sizga nima kelib chiqadi, hozir sizlarga ko'rsatib o'taman bir qator. Sizlarda shunday o'ynab chiqadi va sizlar bunda Google akkaunt orqali kirsangizlar bo'ladi. Xohlasangiz promokod bo'lsa, promokod orqali kirib ichiga kirsangiz bo'ladi. Do'stlar, ichiga kirganingizdan keyin siz bu yerda qanday pul ishlayman deb o'ylayapsizki, bu yerda siz razvoyt yayssi tugmasini bosasiz. Yayssi hozir belgilangan tugmani bosasiz va ichiga kirganingizdan keyin sizga bepulga shunday oyna ochiladi. Siz har kuni 24 soatdan keyin sizga bitta tuxum beradi va siz u tuxum yorganingizdan keyin sizga tovuq taqdim etadi. Tovuq taqdim etgandan keyin siz uni tuxumlarni sotib, siz o'zingiz pul ishlasangiz bo'ladi. Hozir bu yerda men ishlatib bo'lganman. Bugungi nimalarni o'sha yorib, nimalarni tovuqlardan olganman. Siz bu yerda xohlasangiz, agar shular tamom bo'lib qolsa, mana yerda sotib oladigan nimalar ham bor. Monetka sotib olasiz, xohlasangiz pulliga sotib olasiz. Bu yerda keyin yana ko'rsatib o'tadigan joylar bo'lsa, hozir sizlar nima beryapti? Reklama bo'lib ketdi, uzr. Siz bu yerda yana bitta tugma bor, Collect Fortuna, ya'ni baraban orqali nimalarni o'zingiz bonuslaringizni olib borsangiz ham bo'ladi. Bu yerda soati bor, o'zi 5 soat beradi. Hozir menda 3 soat 49 daqiqa qolgan. Shundan keyin menga yana bitta video ko'raman va shundan keyin menga bitta baraban aylantirishib beradi. Xohlasangiz mana yerda sotib olsangiz ham bo'ladi monetlar orqali. Yana tushuntiradigan joylari buni. Mana yerda kundalik bonuslar, nagrati, ya'ni pastdagi tugma nagrati tugmasini bossangiz, kundalik bonuslar sizga berib boradi. Ya'ni referral orqali utka, ya'ni pul ishlaydigan nimalarni sizga beradi. Ya'ni petitsiya bo'limiga o'tsak, endi petitsiya bo'limida bu yerda boyagi tuxumdan chiqqan tovuqlarni mana shu yerga mana belgilagan joyga kelib qo'shiladi va siz buni tepada ko'rsatilgan o'zi 11 tovuq bitta utkaga almashadi. Bitta. Shu yerda belgilab qo'ygan joyimda mana o'zi belgilab qo'yibdi mana. 6 ta utuk bitta gusi, 3 ta gusi bitta petuxga teng bo'lar ekan. Bu yerda endi qanday pul topamiz desanglar, bunda endi mayda korm, ya'ni bu tovuqlarni nimasi bo'ladi, yeydigan mahsuloti bo'ladi va siz bu mahsulotni mana foizi 0 bo'lgandan keyin siz bu yerda kupit tugmasini bosish orqali siz buni sotib olib, ya'ni 100 ga to'ldirib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir bu yerda mana chekkada foiz nima desanglar, bu foiz bu shtuk yayissa. Mana soatiga hozir 11 shtuk yayissa berar ekan menga. Yana 3 ta utkam bor degani. Mana shu tugma, sabirat tugmasi bitta bosamiz va bizga nima beradi? Tuxum beradi. Reklama ko'rsatish ham mumkin. Mana do'stlar, reklamani ko'rib bo'ldik. Mana utka nimasi tuxumi mana shu yerga kelib tushadi. Ya'ni tuxum ombori bo'ladi. Mana skladi zaprojeni na 801% bo'lgan. Endi buni 100% gacha qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz prodat, ya'ni sotish orqali yana monetlarni olsangiz bo'ladi. Mana shu tugmani bitta bosasiz. Yana reklama beradi. Mana do'stlar, reklamani ko'rib bo'ldik va bizlarga monetlarni berdi. Mana. Ishonmasanglar, videoni boshida ko'rsangiz ham bo'ladi mana. Menga hozir moneta qo'shilgan. Mana. Endi bu yerda
Endi qanday qilib bu yerdan pul chiqaraman desangizlar, mana bank tugmasi bor, shuni ustiga bitta bosasiz. Bosganingizdan keyin mana shunda oyna ochilib keladi. Mana men 2 marta 5 rubldan chiqarganman. O'zim Payer hamyonimga. Perevod tugmasini bosasiz. Perevod tugmasini bosganingizdan keyin mana shunda oyna keladi. Mana siz xohlasangiz Payer hamyoningizga chiqarsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana bu yerda kartalar bor. Rossiyskiy kartalari bor. Yana telefon nomerlariga Yumani kошелегingizga chiqarsangiz ham bo'ladi. Endi men shuni 100 ta bo'lsa, men 10 rubl ishlasam bo'lar ekan. Sizlar ham ishlasangizlar bo'ladi. Mana shunday pul ishlasa. Bunga sarmoya kirizi ham bo'lmaydi, lekin chiqarsa bo'ladi, lekin sarmoya kirizi bo'lmaydi bunga. Ana sizlarga shuni videoni opisiyalarida, ya'ni kommentariylarda qoldiraman, silkasini shunga bosib orqali sizlar ya'ni sarmoyasiz pul ishlasangiz bo'ladi.